Assalomu alaykum mani kuzatuvchilarim va mani ko'rib turganlarga. Bugun men shu sotayotgan narsalarimni obzorini qilib ko'rsataman. Mana har doim obzor qilishga vaqtim bo'lmaydi, sharoitim ham bo'lmaydi 3 ta bola bilan. Shuning uchun bugun faqat tinchroq, 2 ta bolam yo'q, uyda emas. Kichkinam uxlayapti. Shuning uchun obzorini qilib ko'rsataman. Bunaqa qolipdan bor, ichida kimga kerak bo'lsa hozir ochib ko'rsataman. Bunaqa qolip har xil unaqa razmeri o'zgaradi. Buni munda ochsa mana kattalashadi, manti shunga qarab bunday qilsa yana kichkinalashadi. Kattagina deb balandligi ham kimga kerak bo'lsa ichida bor, bitta olishingiz mumkin. Keyin bunaqa tekis qolipdan bor, temirligi bu ham prochniy, anchaga yetadi, yillab ishlatasizlar. Rezinka emas, yirtilib ketmaydi. Keyin bunaqa guruch, sabzavot, meva-chevalarni yuvadigan mashina idishdan bor. O'zim uyda ishlataman mashina, zo'r narsa. Keyin bunaqa chikadan bor, rezinkali, lekin rosa yumshoq, zo'r narsa bu ham. Razmerlar har xil bo'ladi. Qorasi bor, shuni qorasini ko'rsataman. Mana qorasi. Keyin fioletoviy rangidan bor. Mana. Keyin bunaqa tapchikadan ham bor. Chiroyliroq varianti, bunaqa qo'polroq variant xohlamaganlar uchun. Razmerlar bittadan qo'ygan o'zi. Bittadan hammasi mana bunisidan bor. Optim narxda olganman, bemalol olsanglar. Hech narsa yutqazmaysiz. Keyin mana bunisidan bor. Qorasidan. Keyin bunaqa vlajniylardan ham bor. 120 talik, har xilidan bor. Mana 72 talik to'pilizniki. Men to'pilizni kichkinasini ishlatganman. Hidi zo'r, kачествоsi ham yaxshi. Keyin mana Avella bor. Avella 120 talik. Buni ham ishlatganman. Hidi zo'r emas, lekin bo'ladi. Men bu oila tanlovdan birinchi marta olib ko'rishim. Uni hali ishlatib ko'rmadim. Detskiy deb yozilibdi lekin.